Ko'pchilik Kavkaz farzandlarimiz so'rayapti-da, mana xudo xolasa tuxumni boshlashdi. Ishlaydigan davr shunaqa xo'rozlar o'zini ko'rsatadi. Tuxumlarini 30 ming so'mdan sotilyapti, zakaz olamiz. Jo'jalari 60 ming so'mdan bo'ladi. Faqat hozircha jo'jalari yo'q, faqat tuxumlari bor. Hammasi o'zini ko'rsatyapti. Mana Kavkaz, toza moskovskiy Kavkaz farzandlarimiz. Eng chiroyli vaqti, hozirgi vaqt eng chiroyli vaqti bularning. Xo'rozlar esa o'zini ko'rsatib, shoxlarini ishirib, shoxlarini rosa ko'targan, betlari rosa ishgan vaqti.